Selamünaleyküm körürmenler. Bugün biz Qurbankan bilen körüştüğünga söhbet ötküzdüğünga bir yığılıp kaldık. Şimdi Qurbanka özünüzü bir tanıştırıp etken bolsanız aldı bilen. Meni bugünkü söhbetke teklif kılgınыңızga rahmet. Yani biz bir yerde söhbet olturup kaldık. Men endi özümni tanıştırış to'g'ri kelsa, gapning qisqasi, men oliy maktabni Şiyanda o'qigan. Aspirantlikni Bejin universitetida o'qidim. Şiyanda arxeologiya o'qigan. Bejinda sanskrit o'qidim. Bu qadimgi Hindi İran tilleri, o'lgan tillar. Yani bu endi bizning vatanimizdagi asar atiqlarni tadqiq qilishda nihoyatda bir muhim narsalardi. Shu sababdan men muzeyga taqsim qilinib, shu muzeyda ishladim. Shu arxeologiya bilan shug'ullandim. Endi arxeologiya degan tarixni isbotlaydigan fan. U nima bilan isbotlaydi? Shu yerdan tepilgan asar atiq bilan isbotlaydi. Her bir tarixning boblarini asari atiqsi yo'q narsani, isbotlanmagan narsani bular tarix deb hisoblamaydi. Mening kasbim shu tarixni isbotlaydigan kasb. Men bugun sizlar meni bu yerga suhbatga taklif qildinglar. Bir muncha savolingiz bor ekan. O savollarni nimani so'raydiganliginglarni menga oldin degan. Men buni aslisini yig'ib bir yerga azroq to'plab oldim. Bugün söhbetimizin nihoyatda yaxshi bo'lganligiga ishonaman. Aqasinglarga rahmat. Qurbankam o'z nihoyatda kamtar odam endi o'zi o'z vaqtida shu Beijing vaqtida arxeolog tadqiqotda endi Uyg'urlarning tarix to'g'riliqda xeyli tanishtirgan. Mening bilishimcha siz 80-yilda shu bir qancha kitoblarni nashr qilgan, keyin ma'lum sabablardan u nashr qilingan kitoblar endi o'ziga aks ta'sirlarni qilib, shundan keyin bu Amerikaga kelib, Amerikada uzun yillardan beri shu matbuot sohasida, ya'ni Erkin Asiya radiosida uzun yil ishlagan. Biz Erkinkan bilan biz pat ko'rishib turib, shu tarixlar to'g'riliq rasmlar hozirlar, endi savollarni so'rab turibmiz. Endi bugun endi bu yerda ko'rurmanlar bilan özümüzün şu bazı bir özümüzde şu uzun yılda bir cevap tapamagan bazı suallarını bir oturup koyayım diye dedi Qurbanka. Sizge mi rahmet. İlyar Efendim bir yerde oturup da İlyar Efendim öz ihtiyari tadqiqatçı, tarixqa, Uyg'urning arxeolog sohasiga bularga ait qiziqdi. Taşdömer Efendim shundaq. Biz endi bir şeyde sizden bazı bir suallarını sorayımız. Özünüzün tayyorlig'ingiz bor. Bu suallar sizga nisbatan bek oson bo'lib ketishi mumkin, lekin ko'rurmanlarga nurg'un bu Uyg'ur tarixidan xabari yo'qlarga nisbatan nihoyat qimmatli bir bilimlar oldu. Unda bo'lsa biz savolni boshlaymiz Qurbanka. Bo'ladi. Men shu savolinglarga qarab o'zimning bilganimni deb beray. Qani İlyar Efendim, anda sizning bir savollarınız başlayatmamsiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum ko'rurmanlar. Oldi bilan men o'tgan hafta Ürümçide vafot qilgan Mirsulton Osmonov uchun qayg'ularimni bildiraman. Mirsulton Osman bizningki atoqli tilchilarimizdan birisi, g'armas kurashchi. Bu tadqiqot masalasida Uyg'ur millati uchun nurg'un ajr so'ndirgan, turmalarda yotgan. Biz bu büyük insanımızdan ayrıldık. Allah yatkan yerini cennet kılsın. Amin. Qurbankan mı? Bizimki arkeologiya tarix sahasida vatanda tanılgan tadqiqotchilarimizdan birisi. Şu bugün bu yerga iştirak qilib, biz bilan suhbat programmasiga qatnashganligi uchun o'zimga ko'p tashakkur etaman. Şuna Uygur milleti, cümleden Türk milletleri şu bütün tarihinde nurgun ketim din almıştırgan tabi. Bizden bildiğimiz bu şu şaman dini. Baştaki itikatlardan, ondan burun yanıkanlar dinler kişilerken onu ben mi tabi bilmeydikken ben. Hem de şaman dinine Uygurlar kaçandan beri itikat kılışkı başladı ve şaman
dinining Uyg'ur millatiga ko'rsatgan ijobiy, salbiy ta'sirlarini bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Endi bu savol shu shaman haqida bo'lib qoldi. Uyg'urlar eng burun e'tiqod qilgan din shaman dini. Eng burun kishilar orasida taralgan din bu shaman dini. Uning ta hozirgachilik uning ta'siri ketmadi. Demak, buningdan ilgari shu 6000 yillarda bu dil mavjudda, men hozirgachilik buning ta'siri ketmadi. Endi bu yerda shu arxeologiya orqali isbotlanishicha Uyg'urlar buningdan 6000 yillar burun tabiiy hodisalarga cho'qingan. Bu shaman dini shu tabiiy hodisalarga cho'qinadigan din. Masalan, shu vaqtlarda shu Turkiy tilli qavmlar o'zining ilohining nomini Tangri deb atagan. Osmonni Tangri degan, tog'ni Tangri degan, kunni kun Tangri degan, oyni oy Tangri degan. Shuning o'xshash bu shu tabiiy hodisalarga cho'qingan, shuning bo'lgan o'zining izzat hurmatini bildirgan shunday bir xil e'tiqod. Masalan, yomg'irni yoshin Tangri degan, bo'ronni yel Tangri degan, yel degan shamol degan gap. Otini Qut Tangri degan, otini Qut deydi. Qut baxit, Allohning o'g'li degan gap. Tangrining o'g'li degan gap, Qut degan. Onini Qunchuy Tangri degan, Qunchuy degan malika degan gap. Qadimgi Uyg'urchada. Hatto tog'ni Tangri deb atagan. Masalan, bizning Tangri tog'imiz, bu tog'da qorliqlar bor, muzliqlar bor. Yani eqib kelgan suv odamlarni suv bilan ta'minlagan, tuproq bilan ta'minlagan, saf havo bilan ta'minlagan. Shuningga kishilar mushu tog' butun hayotlikni bizga berishlig'ichi deb qarab, shuni uningga Tangri deb ishongan. Shuningga bu tog'ning ismini Tangri tog' qo'ygan. Endi bu shaman bu İptidai shaman dini. Keyin shaman dinida nəhayət ko'p mazhablar paydo bo'ldi. O mazhab paydo bo'lib, eng oxirida otashparastlik, o'tqichi qo'nadigan, hatto shamanni bir inson qatorida ko'rib, u hozirgi hayot odamlar bilan u zamondagi ajdodlarni tunishtiradigan odamni shaman deb atagan. Şunun o'xshash endi bu bizning turmushimizda shamancha usul bo'lgan. Masalan, samo usuli shu uzun yillardan buyon mavjud. Buningda bir xil imliq bor. Hum deydigan imliq. Hum degan nima? Odamning badanida kuch-quvvat paydo qiladigan bir xil imliq. Ay hum degan vaqtda shu yer titraydi. Odamning badani titraydi, kuch-quvvatga to'ladi. Buningdan urg'ib chiqqan kuchdan dushmanlar ayminadi, o'zini aytib kuch topadi. Bu umnayt muhim narsa. Ta hozirgachilik bizda mavjud. Shunga hukumat shu deydigan shu samoni shunga cheklaydi. Çünkü Uyg'urlar kuch-quvvat paydo qilgan emasmi? Iroda paydo qilgan nihoyatda yaxshi narsa bu. Endi shu zamonlardan qolgan oyga cho'qinadigan, oyni Tangri deb qaraydigan ish ta hozirgachilik mavjud. Masalan, bizning Sharq Turkiston bayrog'imi oy yulduzli bayroq.
Muşumu hemisi bizde hazırlıkçılık tesiri var. Yani bu şaman dini bizge en burun peyda boğan, şunun için Budizm, mani dini, o din, bu din, muş dinler hemisi boğan takdirdi mi? Yanıla hemisiga şaman itikadları arlaşkan. Hazır mı bizde şaman itikadları var. Abiyam diyendek. Şuna siz abiyam sorgan şu şaman dini en burun peyda olgan, hem hazırgıçlık davamlaşıyotgan din. Bu dinning bizga elip kelgan ijobiy ta'siri nachum. Hem bunun selbi təsirini mən kömüdüm. İhtimal bəzilə Marksizmçılar endi bu dinni yaxtırmağan ekan, onun selbi təsiri var deb qaraşı mümkün. Mən onun selbi təsirini kömüdüm. Mening sualingizga turadigan javobim shunchalik. Qolganini yana taranlasak bo'ldi. Hem de müştan gelen münasebetli kadar bu sual çıkmadı. Bu şaman dinininki bizdenki Uygurlar hayatıga, milletimizin hayatıga bütünley icabi tesir olgan da batsız. Hem de bunu mesela Hun devletinden kuruluşu şundak küçük bir imperiya yani şaman dinine itikat kılan şu vakti da bizden halkımız Köktürk devleti demiş şu, Uygurlar devleti demiş şu. Hem de bu da ki Uygur devleti, Uygur devleti mezgili kelgen çağda bu Budizm bu ötep gidedik yani Uygurlar. Budizm bu ötep gitgende bir şaman dininin ki benim oylap kalganım bir selbi tesir boğallık için mi ya ki mecbur öttü mü bu dinde neyim için din almıştırdık? Mavende ikinci sual bu. Şaman dininden Budda diniga ve başka dinlerge ötüşte yani bir kandak sebepler var. Mecburluk var mı, zoravallık var mı, özlükten boğan mı diyen getirdi. Yani avyandı da bu şaman dini aşı kişilerin eni da aşı közü kögen, özü his kılan asasen peyda olan bir xil çoğuluş. Bu keyin Budizm peyda oldu bizde. Budizm kaçan peyda oldu dese, bu Budizm Nepal'dan taralgan. Miladın burun 6. asırda. Nepal'dan taralgan. Bunu hem de kadim Hindistan deb ataydı. O Hindistan'ın tevelligide o Nepal şu Hindistan deb burunlu. Yani hem de bu din kandak peyda oldu dese bir şeyde bir Shakyamuni degan bir adam. Shakya kabilesinden çıkan akıllık adam degan gap. Shakyamuni degan gap. Şu Shakyamuni hazır adamlar şu insaniyet cemiyetinde azap çekiyordu. İşleydi o azap. Emgek degan azap degan gap. Kadim Uygurchada. Bu işleydi o azap çekiyordu. Onu kıldı o azap çekiyordu. Köngüldeki narsalar bo'lmaydi o azap çekiyordu. Yani zulüm kıldığan adamlar var. Mana muşu azaptan qanday qutuldirish kerak deb bu azaptan qutuldiradigan 4 haqiqat 10 sababni bu bir pipa darxining tugib berib 7 kun aşağıda jim o'tirib o'ylab shuni tep chiqqan. Demak Budda bo'lgan degan gap eng oldi bilan bilib yetgan azaptan qutulishning sabablarini bilib yetgan odam degan gap. Shuni bilan bu Budda din nima qilgandan keyin bu din buning erishadigan odam borgan sari ko'payib kishilarga olinib qarab baqsa rost azob uqubat bor. Shuningdan qutuladigan ish bu bir yaxshi maslakkan bu deb kishilar buningga ishlaydiganlar ko'paygan. Şamanga ishlayotganlarmi buning keyniga kirib andikin Budda dini nima qilgan. Bu yerda qaysi bir podshoh yoki ma'ni yo'qot, buni yo'qot degan gap yo'q. Agar yo'qot degan bo'lsa, shaman dini allaqachon yo'qolib ketibdi. Hozirgichilik mavjud. Uni yo'qot qilib bo'lmaydi.
Endi Buddizm muşundan bir yeni nemi bilen, yeni meslek bilen, yeni nazariye bilen çıkkan deyken onu yaklaydıgan adamlar köpüyüp, şimdi bilen Buddha din peyda oldu. Endi Uygurlarga Buddha din miladi 1. asırda kirdi. Bu kim arkalı kirdi dese Tohrilar arkalı kirdi. Uygurlar bilen birle yaşaydigan Tohri deydigan bir kavim arkalı bunun kirgen. Şuna bu Buddha'nın ismi Nepal'da Buddha dese Tohrilar Bud deydi. Şu biz Bud dep kabul kılgan. Hazır bizning bilishimizcha Qizilmoydagi resimlardan ma'lum bo'lishicha bu Buddha dini shu 1. asrda paydo bo'lgan. Shu kushadimi u Buddha deb qabul qilgan. Buddha deb qabul qilmagan. Hindiston tilidan emas, Tohri tilidan qabul qilgan. Endi Xitoycha fo degan gap dal Kucha tilidan qabul qilgan. Qaysi? Kucha tilidan fo degan gap Buddha qabul qilgan. Hindistondan emaslar. Demak, Buddizmni bizdan o'rgangan Xitoylar. Bu endi buni inchikilab kelsak yomon jiq voqealar bor. Ammo shunchalik bir savod bo'lib qolsin. Keyin buni tafsili so'rash to'g'ri kelsa, tafsili deb bilsak bo'ldi. O'shanda bir savol so'rab qo'yadigan edim, shu siz 1. asrlarda Buddha dinini shu tarqib boshladi dedingiz-ku. Shu kuchalik ming'oylar 1. asrlarda silinganmi yo? Shu eng burun sizilgan rasm shu 1. asrda sizilgan rasmlar bor. Xotanda bor. Turpanda uningdan keyinroq. Miranda bor. Chaqiliqning Miranda bor. Mushu To'qqizsaroy mayaladi bor. Mushu Taklimakan Tarim atrofidagi yurtlarda shu 1. asrda sizilgan Buddizmchi rasmlar bor. Shuningdan ma'lum bo'lishicha Buddizm shu vaqt tarqalgan. U nemidan Nepalning nazariyasi bo'yicha emas, mushu Tarim vodisida yashaydigan millatlarning, Uyg'urlarning, Xulum qo'shnilarining nazariyasi bilan shular qabul qilgan bo'yicha qabul qilingan. Ben bir savol qistirey dedim, bu arılıqda magipten şaman mezmunundan ötüp geçişten aldı da. Bu şu bizde bütün Türk milletlerde hatta Mongollardan bakken şu kök böre tutumu var. Bunun şaman diniyle münasebeti var mı yok mu? Bu böre tutumu bu bir ayrım bir iş. Bunun hem de en burunki şaman dini devrinde nurgun özünün kelip çıkışı, özünün en yakın hayvanatları, özü bilen birlikte yaşayan zamandaşları doğruluk nurgun hikayeler var. Şu hikayelerin içinde böyle hikayesi var. Şu Uygur ecdatları şu nihayet bir kıyın ahval kayıp kalganda şu böğrü kutkuzup diken. Bir adamda bir hikaye var hem de bunu Uygur ecdatlarını hoşuna bir el adamı vertip kırıp etken. Kırıp etip en ahırda bir balık algan, bir oğul balık algan. Bir oğul balık kalgan vakta bunu hem de böğrüye kessin hem de bunu tutmayla edip kitip, kaytıp gidip, neç günden keyin yani işenç kılanmay, aşı milletten bir adam kalgan, bir balık kalgan, qanday qilamiz? Kürüklerinde basa, böğürlerle birle, böğrünü emip, çoğulup, böğrüde şundak hareket kılıp yürüyen. Şimdi bundan aşını tutunlar, ötürünler, kayıt edin verip, onu qoğulap neyim kısa. İşte kılıp bu balını tutanmay, o böğürlerle uğraşıp, en ahırda bu böğürler bir yerini köçüp ketken. Aşı balını elep köçüp ketken. Şu köçkende
Şu Urqun vadisiga tog'lardan aslında ko'chib kirib, Turpanga ko'chib kelgan ekan, tog' aralariga. Shundan keyin bu saqlanib qolgan. Demak, Bo'ri rivoyati mushunda bir rivoyat. Bu endi Bo'ri totimi. Bunun başlanışı Şaman devridan başlangan. Eng oxirida o'shunda voqeaga duch kelganlik uchun bu Bo'ri hamda Uyg'urlarga ko'p yordam qilgan, ham Uyg'urlarning saqlanib qolishiga, shunda bir jamiyat bo'lishiga cho'ng as qo'shgan degan asosda shunga Bo'riga yaxshi ko'rish, Bo'rini hatto Bo'riga cho'qinish bunda ishlar shundan paydo bo'lgan. Endi siz so'ragan masala endi shu. Buningda shu din almashtirish jarayonida shunday nurg'un hikoyalar, nurg'un voqealar bo'lgan, shuni yezib qoldirgan. Yani bunda işler yamancık, deb bo'lmaydi. Endi shu buddizmni qabul qilgan vaqtda Uyg'urlar oldi bilan Sarvasti Vodina deydigan bir xil mazhab bor. Shuni qabul qilgan. Bu Kuchada shu nimada Navoiy rasmlari orqali isbotlanishicha shu nazariya bu cho'ng yo'l mazhabi degan gap. Uningda deyilishicha şu her qandaq adamның Budda buluş şartı var. Her qandaq adam bula alaydı. Şu sebep bilen bu çoğun yol mezhebiga kirdigan adam köpüyüp, bununla itiqat qilgan adam iman köpüyüp ketken. Keyin bu nazariya özgürüp, hamma adam butulanmaydı, Budda olanmaydı. Deb bunu türlerge bölüp, bağlan sıra andikin parçalanıp, bunundan zirkip, andikin yeni başka din çıkıdı. Bir yerde bir din almıştı desek, şu Budda dini almıştı. Bunundan keyin şu bu hem de bunun devrede şu din almışız, Budda din almışız, onun Türk devrelerinde olan keyin nemi kılış hem de bu yeni bir peyda olan yeni bir din var, Mani dini deydiğen. Bu Mani dini Uygur halkı devrede, Uyguristan devrede olan, kabul kılıngan. Onun keyin Nesturi dini deydiğen bir din var, Hristiyan dini. Hristiyanның Nesturi mezhebi. O bivast Hristiyan emas, bu Nesturi Allah. Şunun bir mezhebi. Bu mu Uygur nemisi de cemiyeti tarqalgan. Bu 9. asırda İran'dan kabul kılıngan. Endi şu kabul kılıngan dinlarning hammasi qarasak, bunun da zoravallık, mecburluk yok. Demişqa dese, Budda dininin ilahının ismini Burhan deb atagan. Tengri Burhan deb atagan. Demek, oldingi Şaman din devridagi ilahinin namını Budga qo'shib, uni Tengri deb atagan, ani maslashtirgan, yerlashtirgan. Mani dinning ilahini Mani Burhan deb atagan. Budda dinninkini hem Manininkini hammasinikini qo'shib Tengri Mani Burhan deb atagan. Nesturi Allah'ı o'zini Azro Tengri. Tengrini yana qo'shgan. Demek bir yerde zoravallık yok. Her bir yeni dinni Uygurlar özüge maslaştırıp, özüge yakın keltirip, özünün
ilgirki e'tiqodiga to'g'rilab shu asosda qabul qilgan. Mana bu endi masalan Tangri Burxon, Tangrimoni Burxon, Azro Tangri degan mushu ismlar shu o'xshamagan dinning ilohining ismining hammasiga yana shu shaman e'tiqodidagi Tangrini qo'shgan. Bu endi shuni bildirdi. Mushu undan keyin eng oxirida biz qabul qilgan din bu 910-yillari, milod 900, bu ba'zilari 950 deydi, ba'zilari 915-yili deydi. Ammo shuning hammasining ozroq asosi bor. Bu tarixdagi ishlar endi nima bo'lmasin 900-yillari shu Satuk Buğraxon Qaraxonlarning shahzodasi birisi 12 yoshidaydi, ba'zilar 16 yoshidaydi. Shu 16 yoshi deganda to'g'ri bo'lishi mumkin. Yani o shu ot minib o'zining 40 do'sti bilan ot minib başı shikor qilib yurgan vaqtda shu yerda bir karvonga uchrab Samaniylarning Abu Nasr Samaniga uchrab, shu Samani uning islom nimelerini ügütüp, İslam kaidelerini ügütüp, kelime temcid, kelime, şu kelimelerini birdim ügütüp, böyle Müslüman kılgan. O Müslüman bolgandan keyin bular bu 40 şagirti bilen birle, 40 dostu bilen birle at yaptırıp yürüp, şu celmeş kılıp, aslında tügü tegiye deydigan bir yani. Atıştı badaydı şu yer. Şunu üzüge nemi kılgan, bazı kılgan. Bazı kılıp yürügenden keyin bunun dadısı, bunu bekip çoğun kılgan dadısı oğulcak. Bunun gumallanıp bu başka bir dinre kirip kettiydi. Bu Buddha din devrinde şu Buddha din. Bunun gumallanıp bunu bir sınaydı. Bir Budhanı silip Budhan'ın birinci, tuncu kişini sen koysa dese Sultan Satuk boldu ben koydum der. Bismillah dep işidir. Bismillah dep koygan o kişini. Demek bu muşunda başlangan en ahırda atısı bunun kusur tapanmay ahır koşun evetip o koşullar hemmesi mağlup bulup en ahırda atısı üzü koşun başlap gelip üzümü mağlup bulup aşağıda bazılardaydı Satuk Buğraxon özünün en cahil Buddhist atısını özü kılıçıyla öldürgendeydi. Bazılar şu uruşta ölgendeydi. Yani atısını öldürmesi mümkün. Şundak bir bu hem de İslam hem de. Bu İslam hem de şu yıllarda başlangandan keyin onun özü çoğun olganda kiygen tomakları, kiyimleri özbette sellisi yok. Özü nait, karam, batur, müşündak bir jigit. Yani bunun şu İslam dinini Mehmet Kaşgari bilen Yusuf Kasacip alaylı kitap yazıp aşını kanunlaştırıp neziriyeleştirip şunu tarqatdı. Yani bu Yusuf Kasacip bilen Mehmet Kaşgari'nin kitapları da bayan kılışça şu Satuk Buğraxon başlagan yaratkan bu Uygur İslam medeniyeti şu nimede Yusuf Kasacip'in kitabı da var. Onu yerleştirgen. İşte Bismillah diyenle bayat atı bilen başladı diyen. Bayat diyen kim dese o Türkiye kabilelerinin ismi. Bayat diyen. Bu Yusuf Kasacip şu üzünün Türkiye halklarının çıkan en meşhur adamının namını ilahlaştırıp bu Allah diyenin ornuna bayat dep atılan bu kitapta var. Noktat komplekti var. Var, hemisi var. Ama bunu Şincan Şeyh Kaşiyen
ijtimoiy tillar akademiyasida buni tadqiq qilgan vaqtda bayat deganning hammani xudo deb ilayotgan asli metnni ko'rsatmaydi. Metnni o'qisanglar hammasi bayat. Birmi xudo Alloh degan gap yo'q. Buni o'zimiz qilgan, Yusuf Qasajib qilgan, Mahmud Qashqari qilgan, buni Tangri degan, payg'ambarimizning ismini Yalavash degan turkchaga, Yalavash degan elchi degan gap. Yalavash elchi demek. Elchi degan gap. Elchi degan arabcha mı? Elchi degan o nachiga, farschaga, Shu vaqtda hammasi atalg'ini turkiy til bilan olgan. Shu islom shunda boshlangan. Mana bu Yusuf Qasajib, Mahmud Qashqari taraqqiy qildirgan, qonunlashtirgan, kishilar kengaytgan Uyg'ur islom madaniyati shundoq. Buni aslini shunda o'qish kerak. Bu yerda biz Allohga qarshi turmadik. Ammo shular shunda degan. Bularning shunda deyishimi shu vaqtda Qur'onni turkiy til bilan o'qish. Mishat Qur'onga bir savol esim kelib qoldi. Buni ko'p yoshlar mendan to'g'ri so'raydi. Shu turk degan so'zning ma'nosi zodi nima degan to'g'richa. Ammo sizni chiqitdim shu Türkiye degan gaplarni qildingiz. Ama shu Uyg'urlar bilan turk va yo'llar orasida endi qandoq o'xshashlik va qandoq farq bor? Shu to'g'riliq ozroq bir tushuncha bergan bo'lsangiz, bu bizning yoshlar balkim hammada turk degan savollar va elbaken 4-chi savol ekan. O'tirda bir ozroq yana bir savol kelib qoldi. O savol endi din almashtirganda zo'ravonlik bo'lmaganmi degan savol ham bu gapni nasha qilib keldik. Endi bu yerda endi biz buni bir xuloslash kerak endi. Buni xuloslasak, bu shuncha uzun yil eng burun boshlangan mani dinning ta'siri Budda dinida bo'lgan, mani din davridan bo'lgan, İslam'da mı oldu? Mesela yağ pırıltıdığan, sıksaldıgan işler, hepsi şaman dininde. İslam'da yok. Bakışçı, bakışı. Ula hem de sen aşkarırak İslam'da fakat neyim kılmaydı. Ama sıksaliş bu diğerlerini anca bek neyim ketmeydi. Bunu şu devirden kalkan. Şaman devrinden kalkan. Mesela güzel sanatta kara buyak. Bu mani dininin tesiri. Yorukluk bilen karanlık ne? Uruşi, kürüşünü tesirleydiğen aşındak resimler. Bu hepsi mani dininin tesirli kalkan. Bu şundak nurgun adetler, mesela sama oynaydigan adetler, muşlar hepsi İslam dininde mi bu hep kaldı. Bunun da zoravallık yok, ihtiyari yüzü saklap kaldı. Bu muşunda kandı. Hem bir yerde zoravallık var mı dese bir işler boğan. Mesela Kur'an-ı Kerim'nin Nuh suresi de, Nuh Aleyhisselam doğrusundaki suresi de buna enik yazılgan bu bir ayet hem de Kur'an-ı Kerim'deki. Biz Nuh ne? Özünün kavmiga, Türkiye kavmiga, Türkiye halklarının ecdadı Nuh. Özünün kavmiga, şu topan balası, dozak azabı kiliştin burun, ağalandırgın dep, evet doğdu diyen, peygamber evet genken. Yani Türk söz bağla? Öz kavmiga deydi. Öz kavmi bu Türk deyince başka kavmi var. Toxtam. Öz kavmiga deydi. En bunu kim nime desiniz? Mahmud Qashqari bunu tushundirdi. Bunu tushundirib, Nuh'nun oğlu Yapes. Yapes'nin oğlu Türk Uygur'u verip çetildi. Uygur şunun çetildi. Demek Nuh
Türkiye halklarının ecdadı. Bu hem de Bu bağ göz qaraş. bu bağ efendi bu. Bunun da eskandak, bunun ançibek karıştırılganlığı yok. Bu hem de Kur'an-ı Kerim'de mi bağ? Türkiye halklarının ecdadı. Hem de şu vakta Nuh Aleyhisselam özünün kavmiga bir çoğun bir zo'ravonlik kuch ishlatgan. Butparastlikka qarshi turish. Mahmud Qashqari Türk divanini Arabcha yozdi. Türkçe yazmagan. Bu Arabcha yozishdan Arabcha yozib, Arab xalqisining oldiga kitobni olib berib taqdim qilgan. U nima deydi o desa, hozir Arablar uchun Türklarga yaxshiroq bo'lib, shularning qamchisidan qutulish uchun ularga yaxshiroq bo'lishdan boshqa yo'l qolmadi. Mushundaq ahvolasida Arablarning turk tilini o'rganish uchun men bu lug'atni yozdim deb, shu lug'atni shunday yozdi. Shu Arab turib muhtojlikda shaharda yurib, shunda g'urur bilan yezib, shu Arab xalqisiga tutqizib qo'ydi mana shu. Demak, bu bizdan shundaq payg'ambar chiqish kerakdi, xalqimiz chiqish kerakdi. Sana biz hokimlik qilishimiz kerakdi degan ma'noni shu kitob orqali bildirgan. Bu shunchalik endi bek. Keyin kelsak, ishlar jihon ketadi. Taşlanma ba'zi bir savollar bor ekan. Bu Hem Türk ma'nisi degan gap. din to'g'riliq bo'lib ketdi. Va vatanimizniki nomi Sharq Turkiston deb atilishga qanday qaraysiz? Bu endi bunday bir ish endi. Endi o'zimizning gapiga kiradi degandek-ku. Endi bu yerda bu masala endi Turkiston degan atalg'ini aniqlash kerak bo'ldilar. Bu Turkiston degan atalg'ini bu vaqtchilik hech qanday isbot etilmagan. Bu Turpandan topilgan bir so'g'dichi hujjat bor. So'g'dilar yozgan hujjat. Shu hujjatda Turkiston degan bir nom bor, bir ism bor. Davlatning ismi bor. Uningda shu bir so'g'doqlarning bo'lgan bir qiz endi. Didek shuni setilgan vaqtda shu didakning kimligini aniqlash uchun Samarqandda tug'ilgan Turkistonlar deb aniqlagan. Demak, Turkiston davlat, Samarqand degan shu Turkistonning bir shahri yoki shunday bir yurt endi. Vaqt qachon qachon? Bu milodi 630-yil. Bu nəhayət uzun bu. Miladdan burun 600. Yo'q, milodi 630-yil. Demak, dal Türk qog'onligi degan qog'onlik bo'lgan davrda. To'g'ri. Shu vaqtdagi qog'onlikni Rus olimlari, Xitoy olimlari Türk qog'onligi deb buning ism qo'yib oldi. Ma'noda buning ismi chiqdi, Turkiston ismi. Türk qog'onligi deganning ismi Turkiston. Endi keyingi Uyg'ur qog'onligi deganimi Uyg'uriston bo'lishi mumkin. Bunda faraz qilyapman. Ama yazma hujjat yo'q buningda. Bunun yazma hujjat yo'q. Shuningga asosan bu Uyg'ur xonligi deganmi, shu Uyg'uriston bo'lishi mumkin degan faraz bor. Endi xo'sh biz Turkiston deganni bu yerda izohladik. Bu Turkiston degan shu Türk qog'onligi, ya'ni Turkiston davlati milodi 552dan 744-yillik bo'lgan bir davlat. Mushu davlat mavjud vaqtida
Şunun ismi Türkistan ekanligini so'g'dilar bizga oshkorlab berdi. Demak, bunun ismi Türkistan. Davası Kur'anka bu vakit tuşup kalgan okşaydı bir saatlik kalgan riyad kılgandık mı yani? Şunun endi okurmenler körürmenler için okuyatkanlar var o değil. Şunun için hemminlar rahmet, endi Kur'ankamның kıymetli vaktini acırtı bir şeyge bizning aş koygan suallarımız özü ayrım tədqiq qilib birinchi kun o'zim ishtaq tayyorlikni shunda obdan tayyorlik yaptı. Yani suallar tıqib bor biz. Bor tıqib tugmaydi. Yana davomlashtiramiz. Davomini sualingizga shunday yaxshi javob bordi. Hozir vaqt endi mumkinmidi yana bir vaqt chiqar. Ahvol qaraganda har bir savolimizga bir asar. Sualni qilib olibdi. Sual bo'lish kerak ekan. Nurg'un bilmagan narsani bilib oldik. Rahmat. Rahmat sizga. O'qirmanlarga rahmat. Endi yana davom etishimiz. Like deb qo'yinglar. Hammalarga rahmat.